Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli obunachilar, bugungi videorolikimiz yanimiz Vodnikda Vahab do'konining ko'chasi, asfalt ko'chaning, kafelchilar ko'chasi desam bo'ladi, napitkachilar ko'chasi desam bo'ladi. Bu yanimiz Sadat to'yxona, domni hamma biladi. Shu zdaniyamiz sotiladi, hurmatli obunachilar. Zudlik bilan ulgurib qolinglar. 31-35 общий 1100 kvadrat. Plita bilan bosilgan, silikatdan bo'lgan. Beni bo'lib qo'ydi. Hozir bir chetda ichanlarni tanishtirib o'taman. Yo'lni bo'yinda xolasangiz uy eting, xolasangiz do'kon eting, xolasangiz zdaniya eting. O'zi bu natural zdaniya. Lekin turar qilsangiz bo'ladi. Muammosi yo'q. Ish yerdan 5 yurib tutdi. Sel arraka chiqsangiz 9-4, yana arraka yursangiz 19 ga chiqasiz. Eng hurmatli obunachilar, qani ketdik. Bismillah deb tanishib o'tamiz. Rishotkalar qilingan. Anavamiz 100% eshikimiz arqa eshik ekan, qarashni. Beramiz bir xona. Berni o'zi bo'lib qo'yibdi, mana shunday endi aranda berib turgan ekan. Silikatdan bo'lgan, plita bilan bostirilgan. Yerimiz razmerni yanadan bo'lsak 7 ga 6 ga hurmatli obunachilar. Pramo mulk egadan doğru mulk egasidan urib gaplashaverasizlar. Egasini nomerini qo'yamiz. Kadastr hujjatini ega. Yerimiz kalidor etib qo'ydilarning bo'lganlar. Bu yerdan bir xonamiz bor. Bu 5 armagan. Bu yerdan ham xo'p bo'lgan. Hozir vaqtincha beklar qo'ydilar. Bu yerda yana bir xona qilibdilar. Bu yerimiz 6 ga 5 hurmatli obunachilar. Buning arkasidan yana xona bor. Bundan bo'lganlar. Hamma o'zi qulay. Gaz, svet, suvdan muammo yo'q. Transportdan ham muammo yo'q. Yo'lni ustida şuradan kere çok koydular zarandan gösterme. 1100 kvadrat общий. To'sni yozib qo'yamiz. Pramo mulk egasidan ham so'rashingiz mumkin. Kadastr hujjatlarini ega. Mulk egasi bilan gaplashaverasiz pulni aralashamiz. To'g'ri notariusda beraverasiz pulni, xudo xolasa. Hech qanday muammo yo'q. Natural zdaniya. Turar qilsangiz ham bo'ladi, xolasiz. Natural qilsangiz ham bo'ladi. Natural, natural bo'lib turadi. Yana bu yerimiz 7 ga 6 ga hurmatli obunachilar. Bu yer ham bir arenda bor. Shu yerda ilingan. Bu yerda bir xona bor. Bu yerda ilingan. Qanamiz, ben xod. Mashinalardan xod. Bu yerda yana bir xonamiz bor. Ham ilib qo'ydilar. Bir ko'p odam biladi bu yerni. Maktab ham, bog'cha ham hamma o'zi qulay. Sadat to'yxonaning yoni bu. Bu yerimiz darvoza, hamda kafelchilar. Bismillah deb kelamiz xudo xolasa. Silikatdan bo'lgan, plita bilan bostirilgan. Bu yerdan ham yangi xod aytdim-ku. Bendan ham chiqsa bo'ladi deb. Bu yerda yana 3 boks bor undan tashqari. Bular ferma bilan bostirilgan ekan. Yozib hojatxonasi ham bor. Endi kuzovchilar birsi, motoristlar, motor xadovoylar hammasi 3 odamga berib qo'ydi ekan. Bu yerda mening oshxonasi, dushovi bor. Bu yerda yana 2 xona undan boshqa. Zdaniyamiz umuman gap bo'lishi mumkin emas. Bu yanimiz temir yo'l poyezd qatnab turibdi. Bu yerda suvchilar, kafelchilar ham Toshkentdan, Buxorodan, boshqa yerdan vaz yuklar berishi mumkin. Poyezd xolasa yukni olib qolishi mumkin. Dim zo'r variant. Depoga yaqin ekan bir. Ulgurib qolinglar. Bunday zdaniya ham o'q chiqavermaydi. Bahasi ham shikolant baha. Bahasini o'zi aytaman dedi. Pramo mulk egasini nomerini qo'yamiz. Harovoychilar uchun yana bir yamat qo'ydilar.
Hurmatli obunachilar, arenda bersangiz ham 30 ming o'zi tayyor biznes. Aytganimdek, hamma o'lja qulay. Ulgurib qolma. Keyingi ro'yxatlarda görüşünce deymiz. Sağ olun, omon bo'ling. Podpisatsiya qilmoqni, podpisatsiya qilsin, like bosing. Bizning kanalimiz fayzli, xayrli, ibratli, omadli. Telegram, Instagram, TikTok, YouTube'da hammasida reklamamiz ketadi. Xizmat bo'lsa bemalol reklama xizmat qilib beramiz. Sotib olib beramiz, sotish beramiz. Bizlarga xizmat bo'lsa bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Ekranda nomerlarni yozib qo'yamiz. Keyingi ro'yxatlarda görüşünce sağ olun, omon bo'ling. Salomat bo'ling.